Selam dostlar, bu top 5 topshiriq. Bugun men sizni Qozon plyajlari bilan tanishtirishaqman. Ketdik. Birinchi plyaj Zubarjat ko'li. İlk vaqtda bu plyaj o'rnida qum karyera bo'lgan. Lekin karyer Idil yilg'asining burungi uzunligine to'g'ri kelishi sababli u bek tez orada suv bilan to'lgan. Ko'lning uch yog'ida iliqli o'rmon, bir yog'ida Yudina posyologi, Iroq tugul bolalar temir yo'l o'rnashgan. Yol idishlari uchun kafe, suv attraksionlari ham parkovka ishli. Plyajning tub auditoriyasi yoshlar. Birida suv 22 gradusga qadar jilina ekan. Qozonning Kirov rayonining teran ko'l yor bo'yi. Qo'yvir o'rinlarda ko'lning teranligi 26 metrga qadar yetadi. Suvning o'rtacha temperaturasi 23 gradus, sostavi bo'yicha ulg'ayat shista. Oqqish ko'li. U Qozonning kun botishindagi o'rmon zonasida o'rnashgan ko'llar sistemasidan iborat. Qozonliklarga bu o'rin begishi chunki bunda iliqli o'rmon, sof havo, teran bo'lmagan ko'l. Shulay bunda katamaranlarda da yeri bo'ladi. Tuban yilga Oryag'i plyajı. Bu plyaj Qozonning o'rtasida Qirlay parki yonida o'rnashgan, ham Qozonda yol etish uchun eng populyar o'rinlarning birisi. Bundan Qozon Kremlini, Qilsharif masjidi ham boshqa esdalikli o'rinlarga ko'rinish ochiladi. Idil yarında o'rnashgan Lokomotiv plyajı Qozonning eng shiqta ham tuzuklantirilgan plyajlarning birisi. Birida kishilar chog'ishtirmoqchi es. Qozonning o'zagida bo'lganiga ko'ra, bunda shaharning har bir nuqtasidan kelirga bek joylab. Suv shista o'ta ko'rinmali, jillig'i yaqincha 25 gradus. Do'stlar, bugungi mana shular edi. Joylaringiz ko'ngilli bo'lsin. Sog' bo'linglar.